Yana bir bor assalomu alaykum. Do'stlar, YouTube'ga kirasiz, Osot yozasiz. Osot Огородный. Mana shu o't. Jigaringizda infeksiyali kasalliklar bo'lsa ham, tushunyapsizlarmi? Gipotoz, temperatura qilib yuradigan odamlar, buyragi qovog'ida shamollash, siydik yo'lida infeksiya bor insonlar, immuniteti past insonlar, mana qon bosimi ko'tarib yuradigan va asabiy insonlar, ana shuni mana pishgan ekan bir joyga keluvdim, men bir kishining uyiga topib oldim, boshqa joydagilar hali pishgan yo'q. Mana ana shuni hozir yig'ib qo'ying, tanasi bilan yig'ib qo'ying, tushunyapsizmi? Quritib qo'ying. 1-2 osh qoshig'ini qurug'ini 1 litr qaynoq suvga damlab iching. Jigardagi o't, qovuq, buyragdagi shamollashlar yo'qolib, qon bosimimiz me'yoriga keladi va buyrakdan berayotgan davlina yo'qoladi, xudo xolasa. Mana sizlarga haqiqiy mo'jiza bu, mo'jiza. Antibakterial, antiseptik ta'sir qiladi, xudo xolasa. Foydalaning do'stlar, foydalaning mana. Haqiqiy dori bu. Sog' bo'ling.